Keldik yaqinlar bugun, tavallud kuningiz muborak. Aytib tilaklar bugun, tavallud kuningiz muborak. Yaxshiliklar nasib qilsin siz uchun, Alloh uzoq umr bersin siz uchun. Baxtimizga omon bo'ling biz uchun, tavallud kuningiz muborak. Baxtimizga omon bo'ling biz uchun, tavallud kuningiz muborak. Muborak, muborak, tavallud kuningiz muborak. Muborak, muborak, tavallud kuningiz muborak. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz va Shapronning aziz kuzatuvchilari. Bugun 25-iyul, ya'ni bugungi xizmatimiz bo'lsa, Beruniy elinda ajoyib bir xonadonga tashrif buyurdik, ya'ni Ne'mat akamizni xonadonlariga tabriklab tashrif buyurdik. Buning sababchisi juft xololari Odat opamiz va qolaversa sevimli qizlari Nazaqonning tavallud kunlariga tashrif buyurdik. Shu sababli safarda yurgan Ne'mat akamizni Ondan tabriklab tashrif buyurdik. Ajoyib guldastan va chiroyli shirin tortlarni birga tabriklab taqdim qilamiz. Qiziqarli lahzalar va qiziqarli lablarni ichkarida birga kuzatib guvoh bo'lib turasizlar. Sizdan uzoqlashmang, Shahro tabriklarga qarshi hamisha yaxshi kunlarda xizmatdamiz. Muborak, tavallud kuningiz muborak. Tabriklaymiz, barchaga yaxshi kunlar tilaymiz. Keldik yaqinlar bugun, Ajoyib kunlar hazırlanan qilamiz. kuningiz muborak. Tavallud kuningiz muborak. Yaxshiliklar nasib qilsin siz uchun, Alloh muborak. Baxtimizga omon bo'ling biz uchun, tavallud kuningiz muborak. Muborak, muborak, tavallud kuningiz muborak. Muborak, muborak, tavallud kuningiz. Jonli biraz hazırlanıp dursun. Tabriklaymiz. Şükrona kun bugün bo'lsin shohona, tavallud kuningiz muborak. Şükrona kun bugün bo'lsin shohona, tavallud kuningiz muborak. Muborak, muborak, tavallud kuningiz muborak. Tabriklar bo'yicha azimatli muboraklarimiz. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan akalarimiz, opalarimiz, barchangizga xayrli kun, barchangizga yoqimli ishtaha, xush kayfiyat tilaymiz. Odat opa, tabriklaymiz, tavallud kunlar muborak bo'lsin. Qolaversa bugun qo'shaloq bayram ekan, aynan qizingiz Gulnazaxon singlimiz ham tavallud kunlari bilan, qo'shaloq bayramlar bilan tabriklaymiz chin qalbimizdan. Mana shu ajoyib syurprizlar yaptimi? Syurprizni kutmadinglar.
Mana shu ajoyib chiroyli guldastlar va qolaversa bir-biridan fazilat tort shirin tortlardan ajoyib tuhfalarni shaffo tabriklar qilib qolaversa sizning oilangizga yaqin bir inson nomidan tabriklar tashrif buyurdik. Buni bilasizlarmi, bilmaysizlarmi? Kim deb o'ylaymiz? Mana shu surprizni sizlarga oila a'zosiga loyiq ko'rgan kim deb o'ylaymiz? Kim deb o'ylaysiz? Chiroyli bildiras farzandlarimizni safar bergan Ne'mat akamiz nomidan tabriklab tashrif buyurdik. Mana shu singlimizga uzoq umr, sihat, salomatlik, kelgusi o'qish va ishlarda omadlar tilaymiz. Ozod opa, shu bilan birga mana shu turmush o'rtog'imiz Ne'mat akamizdan qo'shiq qilib, baxtli bo'lib, mana shu farzandlarni baxtini taqdim etamiz. Sizlarga nasib qilsin. Mana shu yoshlarni nechasini bo'lib yurish sizlarga nasib qilsin. Hamisha xonadonimizda yaxshi kun to'ylab o'tishni tilab qolamiz. Mana shu yerda endi yosh katta akalarimizdan, opalarimizdan sizga va Gulnozaxon singlimizga bo'lgan chiroyli izhorlarni bildirib o'tsalar, ketidan chiroyli o'yin kuylar bilan davom qildirsak ekan. Qani opam, yosh katta Azada təbəqimiz tutarım, doğan günlərimiz var. Vaxtlı olaysanlarına, bu naz qızımıza təbəqimiz tutarım. Gələcəkdə bir yaxşı istifadəyə fərzanlı bir işgəlirəm. Vaxtlı olaysanlar. Doğan günləriniz qutlu olsun. Gülməzə qızdama. Nimetəm şu səbədə ballar bərisi sol boğaylar. Şənməmiz qoşa qarıb, yılda yana soşuq betirizənməsi. Qapqadan soylağa girsin. Həmmə aman olub, sol olub, söz göstərək. Yaxşı günlərinizi qatnaş nəsib etsin, sol olmanlarınız. Yenə ümrətə qutlu olsun, sol olaraqlarınız. Azada Qurabanımla qoşaqlarla ötken doğan günlərini yüzge çıxqaysın, şu qızımdan budayımla oxumuş olsun, doğan günlərindən qızım. Ama səfərdə gözlə, ama Türkiye'ye təvəkkülümüz. Təbriklimizcə, dua verəsənə. Dualarla təbrikimiz necəsə qılırıq. Azərta təbrikiməm, başamdan qoşağa, Gülnoza təbrikimizlə. Kullanımlarını kutlu olayım, kızımla bunları uzak kolay kullanımlarıyla kutlu olayım. Zinetinden denk kadarasın. Kulağın için bunlar da kızım, dünya tırgınca tırgayım. Bunları uzak kılabilmek, şundakilerden köpüne koyulgeçler. Dünya tırgınca tırgayım, devri devran tırgayım. Hatta anasının baktılar, hem o hastalarına güleş kızım. Azada doğuma gününden tebrikler, Nimet Can'la koşa karıma şu ballarınızın hayatını görünler, kızından doğuran günler kutlu olsun. Ulayım şu anda hayatına baktığına taktığına söyleyen bebek nasip etsin. Gülnur'a tebrikler, Nurhan'a koşulak kutlular, kutlulan günler, nimetine tebrikler, uşaklarınlar, ayvan hakkında kutlular. Hayırlılar, Kudayım yaxşı günlərdə oturasın. Azada Kuman günlərən təbriklər, Gülnoza qızdan təbriklər. Nimet Eker'den tek katlar, güzel şahı. Ballarının içinden təbriklər. Allah tebrikleriniz Kudayım, umurunuz uzak olsun. Gülnoza kızlarınızı uzak olayım, baklı kızını görürüm. Mama, o gün gözünden tebrikliyim. Gülnazlıyım. Kızı baktığınızda sağlam ayrılıyım. Azada Tuğhan gününden tebriklemem. Gülnoza kızım senem tebriklemem. Uzak olsun. Baklı, ametli kız bulaysın. Şu nimet bilen diyeyim kardeşleşler. Şu kesek yakşı gün hep toydep gelip tebriklemem. Koşaklarımla. Rusya'da ballarımızın namından tebriklemem. Ailem namından tebriklemem.
Hemşe bakıtlı olun. Azdepa təbrikliyəm, Gülnaz sinem təbrikliyəm. Yaxşı günləriniz көп olsun, nimet ekevlen baxtlı boğaysız Xudayım. Şunday günləriniz de көп bolarсын. Azdepa təbrikliyəm, doğum gününüz bilen. Gülnaz ağam təbrikliyəm, doğum gününüz. Şunday günlər көп bolarсын, birlikte kolayız. Azdepa təbrikliyəm. Təbrikliyəm, tuğan gününüz bilen nimet ekevlen koşakartayım. Gülnaz'a təbrikliyəm. Hacana, hacata bulgur Veysel Xudayım. Uktem'in toylarında da Xudayım şunlaydı. Bunun anam ziyaret edip götürgeniz. Təbrikliyəm. Yaşlar rəhbət edərək. Atanızın yanınızlarınız haqqı. Rahmat, tilaklar, istaklar ijobat bo'lsin deganlar chiroyli bildirishlardan tasdiqlab qo'yamiz. Mana shu yerda endi barcha mana shu surprizlar, sovg'alarni tashkillashtirib turgan yana Ne'mat akamizga alohida rahmatlarni aytamiz. Mana shu arzimas bo'lsa-da sovg'alarni qiziga va qolaversa oilalarga taqdim qilayotgan. Qolaversa bu sovg'alarni tashkillashtirishda o'z hissasini qo'shayotgan. Mana shu yerda Behruzbek akamiz nomidan ham tabriklab tashrif buyurdik. Alohida aytib qo'yishlaringizni iltimos qildilar. Mana shu yerda endi aslida sevimli qizlaringizdan biri Gulnazxon qizimizga chiroyli bir qo'llaringizni bildirib o'tsangiz, istaklaringizni. Hamma marhamat. Assalomu alaykum og'ay tug'anlar, yana bir marta sizga Gulnazxa qizim tabrikliyman tug'an kuning bilan. Xudoyim umring uzoq bo'lsin, aqlli, o'qimishli qiz bo'lg'aysan. Dadamizga rahmat, shunchalik hurmat etgan aka qizimni meni tabriklab shunday uyushtirgan ekan. Sizlarga da rahmat. Xudoyim umringiz uzoq bo'lsin. Boshlarimiz to'ydan chiqmasin, hamma vaqt el xizmatida yuravergaysizlar. Rahmat sizlarga da, hammangizga, og'ay tug'anlarga da rahmat. Qizimning umri uzoq bo'lsin. Ne'mat akang vaqtimiz sog' bo'lsin. Shu musofir yurtda yuribdi. Xudoyim o'ynab kulib kelishuvga nasib etsin. Rahmat, og'ay tug'anlarning yaxshi kunlarida da hammamizga muvaffaq yaxshi kunlar qatnashmoq nasib etgan Xudoyim. Chiroyli bir tabriklar bo'lsin. Rahmat yana bir tabriklaymiz. Mana shu ota-onamiz uchun qancha she'r aytsa, qancha so'z aytsa, qancha qo'shiq aytsa, barchasi kam. Mana shu o'tirgan akalarimizni, opalarimizni hech qachon o'rnlari yo'qolmasin. Safarda yurganlarning safarlari bexatar bo'lsin, to'liq tashib, eson-omon oila a'zolarini bag'rina eson-omon kelib qolishlarini so'rab qolamiz. Ozod opa, keyingi yil Xudo xolasa kelib tashrif buyuramiz. Xonadonimizda hojatda hojamalik murojaat qilish bizlarga va sizlarga nasib qilsin. Endi bu yog'ini mana shu xonadonga bir yaxshi tilaklar bildirilgan shu tasdiqi bir chiroyli bir o'yin-kullar bilan davom qildirsak, qo'ldan kelgancha davomimizga yana fayz kirishga harakat qilamiz. Barcha-barchani xohlarimizga qo'shganimizga o'yinlarga chalab qolamiz. Yuragini o'tib akalarimizni, opalarimizni barcha-barchani davomimizga o'yinlar chalab qolamiz. Hamma o'ynab kelamiz.
başında, her roman başında, gençlerin başında, gençlerin başında, üzülünce yaşında, üzülünce yaşında, hey bu alem başında, hey bu alem başında. Sulgeler raşonam, sulgeler raşonam, değil bana raşonam, değil bana raşonam. Ay yine kaynarsın, ağzına kaynarsın, yüzlerinde yaşonam, yüzlerinde yaşonam. Bana kadar alışıyoruz. Oynalı kızdıralı oyunda, gelmeyi başka işlik oyunda. Sazın esirdir çalma gördüm, dostlarım oynasın ey oyunda. Oynalı kızdıralı oyunda, gelmeyi başka işlik oyunda. Sazın esirdir çalma gördüm, dostlarım oynasın ey oyunda. Hiç bizi ayırmaymasın, gönlümden kalmasın. Bugün benim bak oyunda, oynasa dostlar oynasın. Hiç bizi ayırmaymasın, gönlümden kalmasın. Bugün benim bak oyunda, oynasa dostlar oynasın. Hadi hadi boşa. Hiçbirisi ayrı koymasın, gönlümden kalmasın. Bugün benim bak oyunda, oynasa dostlar oynasın.
yılmaz zahmetle diyare Sen yok demem bana en destekare Destekare kızıl rakını gilare Sana salmare Aha Uzun saçım düşer belime Atan razı olsa ki yok bu eline Saçım beline ki yok bu eline Alıp kaçın gönlüne Saçım düşer belime Atan razı olsa ki yok bu eline Saçım beline ki yok bu eline Alıp kaçın gönlüne Dağlamamız bana şeyde aynen Hazır tapağımız için dağlamamız kıramız Aynen sizin için Selamat bolinglar. O'ynagan qo'llaringizdan ko'rmasin. Boshlarimiz yaxshi kundan, to'ydan chiqmasin. Mana shu yerda yoshi katta ota-onalarimizdan, ona-onalarimizdan ozroq shovqin qilmasa, bor yosh o'zlarga shovqin yetmaydi. Kelishib aytmaysizlar, vazifamiz shu.
Sizlarning ham xonadoningizda yaxshi kunlarda, to'ylaringizda shafqat va tabriklar qilsa hamisha yaxshi kunlaringizda xizmat qilish nasib qilsin. Sizlar bilan qisqacha hujjatda shafqat va tabriklar qilsa bo'ldi. Sizlarning hamisha yaxshi kunlaringizda mudom biz san'atkorlar xizmatdamiz. Endi ijodlaringiz bilan mana shu yerda yosh katta ota-onalarimizdan chiroyli duolarimizni olib bugungi tabriklarimizni yakunlasak. Hamma rahmat. Yaratganlardan aylanımıza tinçlik katacağım. İşlerimizden vazgeçsin. Tapmadan. Şu azada konusunda bu nazar olsun doğrularına kutulara koysak da. Allah Teala'nın bir yaşamda yaşamış. Nimetmen koşarlar. Bahçe sana koymuş. Bu nazar kızım sana koymuş. Gelecekleri salih yaş kızım. Meş ersik nirenci bakılan tekrar bereketli konsulta olanız. Yaş günümüzde olanız var. Buradan başlarınız toylardan yaş günümüzde çıkmıyor. Bahçe.